Barchaga salom. Bugun ko'plab talab va takliflarga binoan ushbu svarka apparatimizni obzorini qilamiz. Pol avtomat payvandlash uskunasi, xalq tilida buni kemping ham deb atashadi. Modeli MIG 200. Texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, payvandlash turi MIG. MIG so'zini расшифровка qiladigan bo'lsak, metal inert gaz, ya'ni gaz bilan ham va gazsiz ham ishlay oladi. Kuchlanishi 220 volt. Maksimal chiqish tok diapazoni esa 30 dan 200 ampergacha, 30 dan 80 gacha yupqa metallar uchun, 150 dan 200 ampergacha esa qalin metallar uchun mo'ljallangan. Maksimal quvvati 8.67 kilovolt amperni tashkil etadi. Bunga o'rnatiladigan sim qalinligi esa 06, 08, 09 hamda 1 mm simlarni qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Uskunadagi tugmalar va ularning vazifasi. Uskunamizda 6 ta tugma, 3 ta regulyator va hamda barcha parametrlarni ko'rsatib turadigan katta elektron tablo mavjud. Birinchi tugmamiz MIG 2T hamda 4T. Bu tugma ruchnoy payvandlashdan avtomat payvandlashga o'tadi. Ya'ni 2T rejimida oddiy payvandlash. Garelkadagi tugmani bossangiz ishlaydi, bosmasangiz ishlamaydi. 4T rejimida esa garelkadagi tugmani bir marta bossangiz ishga tushadi va avtomatik tarzda uzluksiz payvandlab ketaveradi. To'xtatish uchun esa yana bir marta qaytadan garelkadagi tugmani bossangiz kifoya. Ikkinchi tugmamiz rejimni o'zgartirish tugmasi. Bu uskunamizda ikki xil rejim mavjud. MIG Synergy hamda MIG Manual. MIG Synergy rejimida uskuna sizga avtomatik tarzda optimal parametrlarni sozlab beradi. Barcha ko'rsatkichlar pasaytirilgan ko'rinishda bo'ladi. Ko'rsatkichlarni ko'tarsangiz bo'ladi, lekin shunda ham uskuna belgilagan me'yordan chiqmagan holda. Asosan bu sohani endi boshlagan havaskor payvandchilarga mos keladi. MIG Synergy rejimida apparat avtomatik tarzda optimal parametrlarni tanlab beradi. Siz faqat asosiy narsalarni kiritsangiz kifoya. Misol uchun material turi, sim diametri, gaz turi va qalinlikka mos amperaj yoki asosiy quvvat darajasini tanlasangiz kifoya. Shundan so'ng apparat qolgan parametrlarni o'zi sinxronlashtirib sozlaydi. MIG manual rejimi, ruchnoy sozlash rejimi. Bu rejimda xohishingizga qarab parametrlarni maksimal darajagacha chiqarsangiz bo'ladi. Asosan shu sohada uzoq yillardan beri ishlab keladigan professionallar uchun to'g'ri keladi. Uchinchi tugmamiz sim diametrini belgilash tugmasi. Uskunaga o'rnatilgan katushkadagi sim diametrini ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Uskunaga 06, 08, 09 hamda 1 mm gacha bo'lgan simlarni qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. To'rtinchi tugmamiz gaz va material turini belgilash tugmasi. Bu yerda siz payvandlamoqchi bo'lgan material turini va gaz bilan yoki gazsiz ishlashni ko'rsatasiz. Beshinchi tugmamiz katushkadagi simni avtomatik tortib olish tugmasi. Oltinchi tugmamiz esa uskunaga ulangan gazni o'chirib yoqish tugmasi. Shuningdek, svarka apparatimizda 3 ta regulyator ham mavjud. Birinchi regulyator induktivlikni pasaytirish va ko'tarish tugmasi. Induktivlik bu svarkadagi duganing yumshoqligi yoki qattiqligini boshqaruvchi funksiya. Induktivlik yuqori bo'lsa, yoy yumshoqroq yonadi, chok silliqroq chiqadi, chiqindilar, ya'ni shlak va uchqunlar esa kamroq bo'ladi. Asosan yupqa metal nozik choklar uchun yaxshi. Induktivlik past bo'lsa, yoy qattiqroq, agressiv yonadi, chok chuqurroq kiradi, ko'proq uchqun va shovqin bo'lishi ehtimoli bor. Metal tomchilari tezroq tushadi. Asosan qalin metallar uchun moslashgan. Ikkinchi regulyatorimiz katushkadagi simni chiqarish tezligini belgilash tugmasi, ya'ni 1 daqiqada necha metr simni garelkadan chiqarish tezligini belgilaydi. Xuddi shu regulyatorni bir marotaba bossangiz, payvandlamoqchi bo'lgan materialingizning diametrini ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Uchinchi regulyatorimiz kuchlanishni belgilash uchun xizmat qiladi. Elektron tabloimizning pastki qismida Euro razyom, plus hamda minus razyom, orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, o'chirib yoqish tugmasi, gaz balon ulash uchun joy va kuler joylashgan. Uskuna komplektatsiyasidan garelka 2,5 metr, massa 2 metr, gaz uchun shlang 2 metr, zazemleniya klemasi 1 dona hamda 1 dona 1 juft qo'lqop va uskuna yo'riqnomasi chiqadi. Prameshlennikda katta zavod fabrikalar ishlatadigan darajada ishlaydigan apparat ekan. Lekin 3 faza emas. 3 faza emas. 3 fazani nimasini beryapti hozir? Effektini beryapti, ha. Chunki 220 da buna darajada quymaydi uncha-munchasi. Tok past baland joylarda ham yana bu qoladi. Bu zo'r ishlayapti. O'zim ham qiziqib qoldim, nech pul ekan buni endi?
Xulosa qilib aytganda, bu modelimiz haqida nimalarni bilib oldik? Ushbu uskunamiz gazsiz ham ishlashga mo'ljallangan bo'lsa ham, lekin baribir gaz bilan ishlashni tavsiya etamiz. Sababi gaz bilan baribir effektivroq payvandlaydi. Oddiy dugovoy svarkalarga nisbatan kam shlak hosil qiladi. Yupqa va o'rta qalinlikdagi materiallarga ideal samara ko'rsata oladi. Yupqa materiallarni teshib yirtib qo'ymaydi. Chiroyli, silliq choq chiqaradi va aynan shu afzalliklar tufayli ushbu modelimizni tunukachilar, avtoservis sohasida kuzov shik va glushitelchilarga juda ham mos keladi. Shu bilan video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar uskunamiz haqida sizni birorta savol qiziqtirgan bo'lsa, izohlarda yozib ketsangiz, biz albatta ko'rib chiqamiz. Sizning fikringiz biz uchun qiziq. Tez orada yana ko'rishguncha.